Hozirgi yoshlar AIda yasalgan videolar yoki har xil Instagram Reels'da ko'rib o'tiradi. Lekin biz yoshligimizda unaqa bo'lmagan. Ishoninglar, hozirgi ko'rsatgan videoyimda mana shu Reels'ni ko'rayotgan 100% odamlar ko'rgan. Agarda ko'rmagan bo'lsanglar, sizlar 100% O'zbekistondan emassiz. Bundan oldin sizlarga agarda dunyodagi eng ishonchli va eng halol akkaunt savdo kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz akkaunt savdoga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Silkalari har doimgidek aktuallikda. Qani jigarlar, ko'rishga tayyormisizlar? To'xtanglar, yurakka birdaniga nagruzka tushmasligi uchun 3 gacha sanaymiz. 1, 2, 3 qani boshladi. Hayt bilan. Bullet to the chain. Onalarni imson oldin ko'rayotganda ham bir normalniy mashina qo'ymaganda, hozir ham bir normalniy mashina qo'ymabdi. Bilar, Ford Mustang ham qo'yadi. Qanaqa mashina bu? Qarorchi bu dalbeblar meni yoshligimdan beri normalniy mashina qo'ymay qiynagan. Endi ham qiynadi. Piska bosib qo'yish esdan chiqmasin, jigarim.